11 oylik Chexalpin, 100% toza Chexalpin. Bunisi mana birinchi tug'ish. Taka tuqqanda taka bolasini sotib oldik. Taka bolasi sotilib ketdi. Mana orqa yillari, hozir mana yillarni yonida. Hozir ertalab sog'ilgan holati bu. So'zga formalar uzun. Gazi yaxshi, tez sog'iladigan echki. 100% toza alpin echkilar. Birinchi tug'ish 2 litr sut beryapti. Bolasini sotib olganmiz. Birinchi tug'ish 2 litr sut beryapti. Biz 10 oylik takaga tayyor mana. 11 oylik takaga tayyor. Shoxsizlantirilgan. Zanin echkimiz 1,5 litr suti bor. Ham bolasiz. Mana shu uchala echki sotiladi mana.